Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nargizaxon, yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Boshlab olgan kuningiz fayzli va barakatli bo'lsin. Rahmat, opajon. Doim qadrdon yaqin insonlaringiz baxtiga sog' bo'ling, salomat bo'ling. Doim yuzingizdan kulgu, labingizdan tabassum arimasin. Rahmat, opajonim, rahmat. Ayni damda biz sizni Yagona tabrik agentligidan bezovta qilyapmiz. Bugun bizning loyihamizga sizni yaxshi ko'radigan yaqin insonlar nomidan samimiy tabrik xatlar kelgan. Nima deb o'ylaysiz? Rahmat, kutmagandim. Bugun sizni kim tabriklab, qalbingizga biroz quvonch ulashni xohlagan? Nargizaxon, taxmin qilib ko'ra olasizmi? Taxminlarim endi yaqinlarim, jigarlarim, hammalarini yaxshi ko'raman. Endi bilmasam kimni nomidan. Taxmin qilib ko'ring. Opalarim bor, singillarim bor, xo'jayinim borlar. Yana kim bo'lishlari mumkin? Ovsinim, Jannat Mavsunim bor. Akam borlar. Yaqinlarim, jigarlarim, xolalarim bor, tog'alarim bor. Nargizaxon, keling sizga bir ta'rif berib o'taman. Bu sirli inson, bizga tabrik xat qoldirgan inson, ismlarini aytmaslikni bizga aytib o'tganlar. Tabrik so'zlarimdan bilib olsinlar. Agar topolsalar, tabrik yakunida mana shu inson deb men ismimni topsinlar. Sizlar aytmanglar deb iltimos qilgan ekanlar. Tabrik xatlarni o'qiyman. Tabrik xatlar davomida agar shu inson kimligini topa olsangiz, rostdan ham qalban yaqinligingizni tushunamiz. Xo'p, opajonim. Unda hozir bugun sizni tabriklab xursand qilishni xohlagan yaqinlaringiz ko'pchiliklar, mana shularni ham aytib o'tib ketaman. Nargizaxon, bugun 35 bahoringiz muborak bo'lsin deymiz. Sizga u inson oilaviy xotirjamlik, baxt, omad, sog'lik, salomatlik tilab qolganlar, turmush o'rtog'i bilan baxtli bo'lsin deb boshlaganlar. Turmush o'rtog'ingiz Ozod aka, dilbandingiz Elnuraxon, qolaversa opangiz Shahnoza, Shahlo, musofir yurtda yurgan opasi Ruxsoraxon va singlisi Shohsanam, dugonajonlaringiz Lutfiyaxon, Sabo, Moqchehra, Safiraxon, Zarina, Shodiyeva Zarina, To'rayeva Zarina, Tursunova Sevara, Xosiyat, Muqaddas, Barno, Iroda, Mohinur, Gulxayeva barcha yaqinlar nomidan sirli yaqiningiz samimiy tabrik xatlar qoldirganlar. Kim bo'lishi mumkin? Yaqin o'rtog'im Feruzaxonmikan? Feruzadagi o'sham. Yo'q, lekin bu inson emas, aniq bilaman, chunki bu inson murojaat qilmaganlar. Mana shu hozir ismlar o'qilgan orasida mana shu yaqiningiz bor edi. Kim bo'lishi mumkin? Hammalari yaqin men uchun. Unda tabrik xatni o'qishni boshlayman. O'sha inson kimligini, yaqin insoningiz kimligini bilib olasiz. Bo'lab Zarinamikan? Ham bo'lab, ham o'rtog'im, ham oshnam. Yo'q. Exodrio zamburug'lardan xalos. Keling, bo'lmasam tabrik xatlarni o'qiyman, shunda bo'ling. inson kimligini bilib olasiz. Agar qalbingizga yaqin bo'lsa, men qalbiga yaqin bo'lsa, meni bittada topadi dedilar. Tabrik so'zlar o'qiganingizdan so'ng deb bizga murojaat qilganlar. Unda boshladim, diqqat qilasiz. Mana shu yaqiningiz kimligini e'tibor berib turasiz, topasiz. Xo'p. Boshladim. Assalomu alaykum aziz dugonajonim. Bugungi tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Alloh taolo umringizni uzoq, rizqingizni keng, qalbingizni esa doim xotirjam va nurli qilsin. Hayotingiz har bir kuni quvonch, baraka va baxt to'lsin. Sizdek mehribon, samimiy inson bilan tanish bo'lganimdan men juda ham mamnunman. Yaratgan egam sizni har balo qazodan asrasin. Yuragingizda barcha ezgu niyatlaringizga yetkazdirsin. Ko'zlaringiz hech qachon g'am ko'rmasin. Yuzingizda tabassum arimasin. Qadamlaringiz yorug' bo'lsin. Har bir yo'lingiz omadli va yaxshi insonlarga hamroh bo'lsin. Siz oddiy inson emassiz. Qalbi go'zal, mehr muhabbat ulashadigan noyob insonlardan birisiz.
Shuning uchun ham sizga bo'lgan hurmatim va qadriyatlarim cheksiz. Bugungi kuningizda tilayman qalbingizdagi eng chiroyli orzularingiz bari birma-bir ushalishini, hayotingiz yanada mazmunli va baxtli bo'lishini. Tug'ilgan kuningiz bilan chin yurakdan tabriklayman. Doimo Allohning zikrida, shukrida bo'ling. Topganingizga Alloh baraka bersin. Farzandlaringiz, oilangiz baxtiga sog'-omon bo'ling. Hamisha yuzingizdan kulgu, labingizdan tabassum arimasin. Qadrdonligimiz davomiy bo'lsin. Men sizni yaxshi ko'raman. Bugun tavallud kuningiz bilan tabriklayman. Sog'inchli salomlarim hammasi sizga deya tabrik xatlarga yakun yasaganlar. Rahmat opajonim, sizlarga ishlaringizga omad. Kim bo'lishi mumkin? Yaqinlarim ko'p. Mohinur o'rtog'immikan? Usmonova Mohinur o'rtog'im bilan eng yaqin. Topolmadingiz. Qarang, mana shuncha dugonalaringiz ichidan sizni juda ham yaxshi ko'rib, hurmat qilib, e'zozlab, siz uchun tabrik xat qoldirgan inson bor. Hozir mana shu ismlar o'qib o'tilgan insonlar orasida edi. Shuning uchun bu kishi meni ismimni aytmang, o'zi topsin, qalbiga yaqin bo'lsam sezadi bittada degandilar. Hammalarini yaxshi ko'raman, opajonim, hammalarini hurmat qilaman. Ichim qizib ketdi, ayta qoling opajonim endi. Topolmadingizmi? Topolmadim opajonim. Hammalari yaqin. Hozir hayajondaman. Menga bu surpriz juda anaqa bo'ldi-da. Kutmagandim. Xursand bo'ldingizmi, ha? Judayam xursandman opajonim, judayam xursandman. Bo'lmasam qarang, bitta ta'rif beraman. Mana shundan topa olsangiz kerak. Hozirda bu dugonangiz musofir yurtda ekanlar. Lutfi o'rtog'im. Albatta, to'g'ri topdingiz. Lutfiyaxon. Rahmat o'rtog'imga. Umri ziyoda bo'lsin, tanajoni sog' bo'lsin. Jigarlarni baxtiga, qizlarni baxtimizga, o'rtoqlar baxtiga hamisha sog' bo'lsin. Kattakon rahmat o'rtog'imga. Xursand bo'ldim. Kutmagandingiz-a bu o'rtog'ingizdan? Yo'q, tanajoni sog' bo'lsin. Sohil yurtlarda yuribdi. O'zbekistonga eson-omon, oilasini bag'riga, qizlarini bag'rimizga eson-omon kirib kelishini kutmagandim. Rahmat o'rtoqjon, senga ham. Marhamat, salomlaringiz, tilaklaringiz bo'lsa, mana shu imkonni sizga ham beramiz. Dugonangizga salomlar bo'lsa, tilaklar bo'lsa, marhamat. Ha, dugonajon, Lutfi dugonajonim. E'tibor uchun, mehring uchun kattakon rahmat. Qolgan dugonajonlarimga ham tanajonlari sog' bo'lsin. Opalarim, singillarim, qizalog'im ham tanajoni sog' bo'lsin, baxtimga omon bo'lsin, katta qiz bo'lsin, qoriya qiz bo'lsin, ilohim baxtimga. Sizlarga ishlaringizga omad, opajonim. Chetda qoldirmay tabriklaganlaringiz uchun ham sizlarga rahmat. Rahmat. Nargizaxon, sizni xursand qilgan bo'lsak, biz ham mamnunmiz. Rahmat opajonim. Juda xursand bo'ldim. O'z ishdan chiqayotgandim hozir postdan. Hamshira bo'lib ishlayman. Kutmagandim. To'g'risi. Biz ham dunyodagi eng ezgu tilaklarni hamroh bo'lishini tilab qolamiz. Sizga tilab tillo taxtlarni yaratgandan so'ra baxtlarni. Bugun kun sabab ko'nglingiz to'lsin. Nargizaxon, tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Doim nurga to'lsin yo'lingiz, halol tarovat tutsin qo'lingiz. Doim ehtiyot qiling o'zingiz. Eng yaxshi tilaklar sizniki bo'lsin. Nargizaxon, tavallud ayyomlari muborak bo'lsin. Sizdek mehribon, samimiy insonga mana shunday go'zal tabriklarni yetkazib qo'yganimdan men ham mamnun bo'ldim. Jamoamizdan sizni tabriklaymiz. Bugun rahmat opajonim, rahmat. Rahmat opajonim, ishlaringizga omad. Rahmat. Nargizaxon. Rahmat, siz ham el xalq xizmatidan charchamang. Omadingiz kelsin doimo. Hammaga yaxshilik ulashib yuring. Quvonchli onlaringiz davomiy bo'lsin. Siz bilan suhbatda Kamina Gulxayxon Mahmadiyarov bo'ldi. Tug'ilgan kuni yaxshi kayfiyatda o'tkazib oling. Rahmat opajonim, kelingizlar, rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Xo'p, salomat. Rahmat, sog' bo'linglar. Bitta yagonam oy dugoshon, voy dugoshon, jon dugoshon, jonim dugonam oy dugoshon, jon dugoshon, jon dugoshon.
bir bor